Assalomu alaykum gul shaydolari, gul ishqibozlari. Bugungi videomiz xo'yalar haqida bo'ladi. Yaqin 2-3 oy ichida juda ham xo'yalarga qiziqdim. Avval xo'ya o'stirmaganman, lekin birdan xo'yalarga qiziqishim ortib ketdi. Golland xo'yalar olib kelib o'stirib qarasam, eng injiqmas, eng tez o'sadigan va eng suvni yaxshi ko'radigan gul shu ekan. Bizning asosiy muammolarimizdan biri gul o'stirayotganda. Gulga ko'p suv quyib Xo'ya esa ko'p suvni ham ko'taradi. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman, ayniqsa gulga suv quyishni yaxshi ko'radiganlarga xo'ya o'stirishini. Menda hozir xo'yalarni bilmayman, necha xil turi bo'ldi. Hozir birma-bir aytib o'tib ketaman. O'zim chirinka qilganlarim bor, yaqinda olganlarim bor va eng kattalari bor. Yaqin 10-15 kun ichida yana Gollandiyadan keladi xo'yalar. Xo'ya Liza, xo'ya Blondi Bao, xo'ya Avstraliya keladi. Avvalgi videolarimizda ko'rgansizlar, Gollanddan kelgan vaqtda ko'rsatgan edim xo'ya Stargazer gullari bilan ko'rsatgan edim. Kim agar qiziqsa o'sha videoni o'tib ko'rishlari mumkin. Mana qanaqa bo'lyapti. Juda ham tez o'saydigan gul ekan. Mana birinchi marta o'stirishim. Mana shu yerdan shox chiqib kelgan. Men bu oraliqdan o'tib anaqa ketib qolgan mana. Bu shoxi ham xuddi shunday. Bundan hozir mana men bu yerdan chiqib kelgan. Menda hozir bu xo'yadan ikkita bor. Ikkitasi sotildi, ikkitasini chirinka qildim. Ikkita bor. Bu ikkovini ham chirinka qilamiz deb turibmiz, chunki 600 ming narxi 600 ming edi. Shuning uchun juda ko'pchilik olishga qiynaldi. Shuning uchun gruppadagilar chirinka qiling, hammamizga ham arzonroq bo'ladi, ham hammamiz olamiz degani uchun chirinka qildim. Mana chirinkasi. Hozir konteynerda ichidan oldim. Barga katta bo'lgani uchun chirinkani birini olaman desangiz, ikkinchi qimirlab ketadi. Shuning uchun eng bosh tarafida turganini olib qo'ya qoldim. Mana shunaqa tomir chiqargan. Buni tomiri kichkina, lekin juda ham oppoq zo'r tomir chiqarib ketganlari ham bor. Ularni ola olmadim, chunki konteynerda ichiga nima deydi, zo'rg'a joylashtirib qo'yganman. Birini olsam, ikkinchisi qimirlab. Bu katta stakanda ekilgan. Men birinchi chirinka qilganimda men bunaqa kichkina stakanga ekib qo'yibman. Shuning uchun salgina nima qilsa, qimirlatsa, tagiga havo kirib qolyapti. Bu chunki men birinchi ekkan paytim bir ikkitasini shunaqa qaytadan joylashtiraman, men bunaqa olib ko'raman deb turib qimirlatib qo'ydim. Qimirlatganimdan keyin tagiga havo kirib qolib, mana bu yerlardan ham tomirlar chiqarib yotibdi. Tagiga havo kirib chirib qoldi. Shundan qo'rqib umuman qimirlatmayotgandim. Hozir bittasini olib ko'rsatdim. Bugun sotuvga chiqdi. O'zi bugun 2-3 tasini nima qildim, chiqarib berdim, lekin ularning tomiri juda ham ko'p edi. Mana buniki ham yaxshi. Endi uni tomirlari to'la, mana bu teshiklardan ham chiqib ketganlardan chiqarib berdim. Mana shu xo'ya Stargazer. Mana juda ham tez tomir olar ekan. Bor yo'g'i tomir oldirishga qo'yganimizga 1 oy bo'lgan yo'q. Bo'lsa 20-25 kun bo'ldi. Konteynerda ichida bir konteyner bor. Endi buni sotuvga chiqarib olib, keyin men bunisini kesib o'rniga konteynerga qo'yamiz. Barxitli bo'lgani uchun sprey qilmayapman, chunki barxitli men bu nimasi, barglari, lekin suvni juda ham yaxshi ko'radi. Mana tagi ho'l bo'lib turibdi. Kecha gummat pilisi ham berdim, ozuqa. Ozuqani yaxshi ko'rar ekan. Mana birinchi marta o'stirishim, ozuqani yaxshi ko'rar ekan. Ozuqa qancha ko'p bersa, shuncha zo'r bo'lib o'sib ketadi. Barxitli bo'lgani uchun ko'p sprey qilmayapman. Har 2 kun, 3 kunda bir marta nim sprey qilib qo'yapman. Mana shunaqa bo'lib, yorug' joyga qo'yishingiz kerak. Yorug' joyda o'sadi. Yorug' joyda zo'r bo'lib o'syapti. Mana keyingisi Golland xo'yalarimizdan mana xo'ya kompakta tricolor, kompakta debman. Xo'ya Carnosa tricolor mana shunaqa juda ham chiroyli, ikkitadan ekilgan, mana shunaqa kelgan. Uyda bor bundan, lekin o'zim hali alohida o'stirib ko'rganim yo'q. Mana shunaqa uyda borga tagini juda qurib qolmasdan suv beryapman. Uyda turganiga yorug' joyga qo'yapman. Har kuni bir marta sprey qilyapman. Bo'ldi, mana shunaqa hammasi mana shunaqa shoxlar chiqarib o'sishda boshladi. Keyingisi
Hoya kompakta. Mana shunaqa. Birinchi nimadan kelganda umuman shoxchalari yo'q edi. Buni ham yorug' joyga qo'ydim. Mana shunaqa bo'lib, nimalar uyg'onib keldi mana shoxchalar. Hozir bunda bitta uyg'ongan shoxcha, ba'zilarda ikkitalab, ikki tomondan ham, ba'zilarda uchtalab uyg'ongan. Bunga ham kecha oziq-ovqat suv berganman, yorug' joyga qo'yganman. Mana shunaqa bo'lib turibdi bu ham mana. Demak, keyingisi mana Matilda Splash. Mana qarang qanaqa splash chiroyli chiqqan. Bu ham golland xo'ya edi. Nimada kelgan idishchada. Men buni bo'lib ekdim. Bitta idishchada 4 ta edi. Bo'lib ekib, keyin konteynerda ichiga soldim. Chunki nima desam bo'ladi. O'zi bu Matilda Splash edi, lekin Matildaga o'xshab qoldi-da. Nima splashlari kamayib ketdi. Shuning uchun konteynerga lampani ichiga qo'yganimdan keyin splashi yaxshilandi. Mana. Shuning uchun xo'yani variegati splashlari qanchalik yorqin chiqishi bu nimaga ham bog'liq, yorug'likka ham bog'liq. Yorug'ligi zo'r bo'lsa, variegatlari, splashlari shunchalik zo'r chiqadi. Mana. Bu ham konteynerda ichida. Mana tomirlari, o'zi tomiri yaxshi edi. Yana oq tomirlar chiqarib, chiroyli bo'lib o'sib yotibdi. Yana bitta o'zim ko'paytirganman, Hoya Blondie Bow. Mana. Bundan ko'paytirib, tomiri ko'rinadimi yo'qmi bilmayman hozir. Yo'q, ko'rinmadi, lekin tomirlari bor. Mana shunaqa bo'lib, bir bo'g'im qirqib olib ekkan edim. Mana nimalar chiqarib, shoxchalar chiqarib, yaxshi o'sib yotibdi. Endi xo'yalarda nima qiladigan bo'lsam, men 2 kun oldin yana xo'yalarga qiziqqanim uchun eng tez gullaydigan, eng noyob xo'yalardan, o'zimga yoqqan xo'yalardan topib keldim. Birinchisi mana Hoya Bella. Kim tanisa bu xo'yani, barglari kichkina bo'ladi, mana shunaqa. Mana Hoya Bella, bargchalari kichkina, guli juda ham chiroyli bo'ladi, tez gullaydi, tez o'sadi. Mana Hoya Bella. Mana shunaqa bo'lib bitta Hoya Bella oldim. Buni ko'paytiraman, boshqa tuvakka ko'chiraman. Keyingi videolarimizda bu videoni 2 ga bo'laman. Xo'yalar haqidagi videoni hozir xo'yalar bilan tanishtirib, parvarish haqida gaplashamiz. Keyingi videolarda xuddi mana shu xo'yalarda chirinka qilib tuvaklarni ko'chiramiz. Demak, keyingisi Hoya Bella variegatni. Mana ko'ryapsizlar. Ikkovi bir xil narsa, faqat bu yashil, bunisi variegatni. Guli bir xil bo'ladi, o'sishi bir xil. Men tomirlari, men ham buni kecha sotib oldim. Kecha emas, 2 kun, 3 kun oldin sotib oldim. Mana hozircha yaxshi o'sib turibdi. Buni ham chiroyli qilib qirqib, mana bitta shoxi o'sib ketgan, ikkita shoxi kichkina, shuning uchun chiroyli qilib qirqib, balki bitta chirinka chiqar, balki ikkita chirinka chiqar, chirinka qilib tuvaklarni almashtiramiz buni ham. Endi keyingisi eng men yaxshi ko'rgan xo'yalardan biri Hoya Campanulata. Kim bilsa, qanaqa xo'ya ekanligini o'zi biladi. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, Hoya Campanulata deb yozsangiz YouTube'dan chiqadi. Mana shunaqa barglari. Mana bunisi yaxshi o'sib yotibdi, mana barglar chiqarib, lekin men bunisi sal nimaga chalinganday. Mana xlorozga chalinganday bo'lib turibdi bunisi. Buni ham boshqa tuvakka ko'chiramiz. Chiroyli qilib gruntlarini konteynerda ichiga lampaga olishimiz kerak. Olib kelinganiga ham 3-4 kun bo'lib qoldi. Agar kutib tursam, bariga sarg'ayib ketyapti. Shuning uchun tezroq olishni harakatini qilishimiz kerak. Mana Hoya Campanulata oq gullaydi, juda ham chiroyli. Mana bunisi esa Hoya Campanulata Splash. Buni farqi o'zi asli mana bunaqa splash bo'lish kerak, mana barglari. Lekin bunga ham qandaydir yorug'lik yetishmasligi natijasida shunaqa bo'lib qolgan. Kistianta splash ham deyiladi buni. Mana tomirlari idish kichkina bo'lib qolgan. Buni ham juda ham har xil o'sib ketgan, qirqib, chiroyli qilib, boshqa tuvakka o'tkazib, nima qilamiz, chirinka qilamiz. Mana buni ham bargini ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa xlorozga chalinganga o'xshab qoldi. Bularni ham to'g'irlashimiz kerak. Hozircha tanishtirib o'tyapman. Mana shu uchovi bir xil nav, faqat bu yashili, bu splashi. Splashi yaxshi chiqmagan, splashi yaxshi chiqishi uchun
lampani tagiga, namroq joyga, konteynerda ichiga qo'yish kerak. O'shanda spleshi yaxshi chiqib, zo'r o'sadi. Oq gullaydi, juda ham chiroyli. Mana bunisi esa juda ham ko'pchilikka tanish bo'lgan Hoya multiflora yoki bo'lmasa Hoya loki ham deyiladi. Buni ham yaqinda olib keldim. Mana bitta barg chiqaradi, bitta gul chiqaradi. Guli negadir ochilmayapti. Balki gullab tugagandir, lekin men bunisi gullab tugagan bo'lishi kerak emas. Namlik yetishmasligidan guli to'kilib qolgan bo'lishi mumkin. Mana olib kelganimdan keyin men bu tagidagi ikkita bargi sarg'ayapti. Stressdan bo'lishi mumkin yoki tuvagi kichkina. Xullas, buni ham nima qilishimiz kerak? Tuvaklarni almashtirishimiz kerak. Hoya multiflora. Ko'rib turibsizlar, mana bu ikkovi o'xshash bir-biriga. Mana bu narsa bilan bu narsa ikkovi o'xshash. Mana o'xshab turibdi. Faqat buni bargi bu tikka o'sadi, bu osilibroq o'sadi. Buni guli kim bilsa, Hoya multiflorani guli nima uzunchoq bo'ladi, lekin buniki alohida katta gul ochadi. Bu boshqacha narsa. Mana shunday qilib, hozircha mana shu hoyalarimiz bor. Hammasini yorug' joyga qo'yasiz, chanqatmasdan suv berasiz. Har kuni bir mahal iliq suv bilan sprey qilasiz. Namlik yaxshi bo'lishi kerak hoyalarga. Va har 15 kunda ozuqasini berasiz, o'saveradi. Mana hozircha videomizni shu joyda tugatamiz. Keyingi ikkinchi videoda mana shu hoyalarimizda tuvaklarni o'zgartirib, ko'paytirishga harakat qilib ko'ramiz. Keyin yana natijasini ko'rsatamiz. Kim mana shunaqa gullarga qiziqsa, qandaydir gullardan kolleksiya yig'ayotgan bo'lsa, masalan, men hozir hoyadan kolleksiya yig'ishni boshladim. Orxideyalarga nima qilyapman, hozir mehr qo'yapman va hokazo. Shuning uchun meni Yashil burchak Telegram gruppam bor. O'sha gruppaga qo'shilib olsalaringiz, o'sha yerda har xil gullar haqida, gullar parvarishi haqida suhbatlashamiz. Kimda qanaqa savollari bo'lsa, gul o'stirishga qiynalayotgan bo'lsa, qanaqa ozuqalar berishni bilmayotgan bo'lsa, kimga galland hoyalar, galland gullar kerak bo'lsa sotuvda, hammasi o'sha yerda bor. Pastda fikrlarda havolasini qoldiraman, Telegram gruppamni, o'sha yerdan qo'shilib olsalaringiz bo'ladi. Rahmat.